Dahshat! O'zbekistonda dahshatli falokat yuz berdi. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 28 iyun kuni soat 15:17 da Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Toshkent davlat agrar universiteti sport kompleksining tom qismida yong'in chiqdi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qutqaruv bo'linmalari voqea joyiga yetib borib, yong'inni soat 15:59 da qurshab olgan. Soat 16:15 da alanga to'liq o'chirilgan. Hodisa oqibatida hech kim tan jarohati olmagani qayd etilgan. Shu bilan birga 28-iyun kuni 15:25 da Toshkent shahar Sergeli tumanidagi ko'p qavatli xonadonlarning birida yong'in sodir bo'lgan. Yangi Sergeli mahalla fuqarolar yig'ini Sergeli 8-dahasidagi yonayotgan domga qutqaruv bo'linmasi soat 15:32 da yetib borgan va yong'in soat 16:08 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida xonadonning taxminan 30 kvadrat metr maydonida uy jihozlari yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q, deyiladi xabarda.